I can describe a beach holiday. Men sohildagi ta'tilni tasvirlay olaman. Bizga mana shu mavzuda matn berilgan. Bu matnning tarjimasidan oldin glossary'dagi so'zlarga e'tibor beramiz. Resort. Bu kurort. Ko'p insonlar dam olish uchun tashrif beradigan joy. Fly uchmoq, o'tgan zamon shakli flew hisoblanadi. Bu samolyotda sayohat. Get a bus. Avtobusda sayohat qilish. Get fe'lini o'rniga take a bus desak ham bo'ladi. Rent an apartment or a house. Rent bu ijaraga olish degan ma'noda keladi. Demak, apartment turar joy. Apartment rooms you rent for a holiday. Or flat. Bu kvartirada ham yuritiladi. Apartment. Lie. Lie bu yotmoq degan ma'noda keladi, ya'ni yonboshlab yotish ma'nosida. Sunbath bu quyoshda toblanmoq. Kiyimlarni yechib, quyoshda toblaniladi. Relax dam olish. An hour or so taxminan deyarli 1 soat degan ma'noda keladi. An hour or so. Go for a walk. Bu piyoda ozgina bo'lsa ham yurmoq. Perfect judayam ajoyib degan ma'noda keladi. Bundan yaxshisi bo'lmaydi degan ma'noda ishlatiladi.